Binava Abdori Yamg'ur. Muhabbat hikoyasi bor kishilar nurg'un. Ba'zilar judoligini deb, ba'zilar vafosizlikni deb hikoya so'zlaydi. Yana ba'zilar visolning she'rligidan mast bo'ladi. Ammo o'tib ketgan bu 3 yilda bir qitim esimdan chiqib qolganligini bilmayman. Taltuks yo'qotgan narsanga qayta erishamaydiganligini bilib turib, ahmoqlarcha uni seg'indiganliging, u haqida xiyol surdiganliging, uning bilan o'tgan go'zal kunlarni eslab to'lg'indiganligingga hayronman. Seg'inish nomli bu bir ig'iz so'zni aytish bekla oson. Ammo qaysi darajada seg'inganligingni, qaysi darajada kuyib kulga aylanayotganligingni aytish naqadar qiyin. Yillarni dastak qilishning o'rni yo'q edi. Ammo sen bilan o'tgan 5 yilimni eslamaslikka bahonam yo'q. Qaysi bir yerlarda saqlanib qolgan suratlaringga qarmaslikqa va'da bergandim. Qasdan material izlagan bo'lib, hammani ko'rib oldim. Menda judolik, menda ayrilish, menda yo'qotish bor edi. Ammo nimishqa unutish degan bu so'zga amal qilmayman. Nimishqa shuncha uzungacha sukutga chilinib turib, sen bilan mengan yo'llarga qaraydigandim. Bir kuni Bayko'l degan bir ismni anglab qoldim. Shundoq bo'ldi. Men mahallanga borgandim. Ikkimiz o'ltirgan avtobusni ko'rib qilib, o'rinsizla avtobusga chiqqancha mahallanga borganimdan hayron qolaman. Sening o ko'chadan chiqmaydiganligingni, u ko'chadan chiqsangmi menga boqmaydiganligingni bilib turib, yana qadamlarimning sen boyaga yetganligiga hayronman. Aşıqlar tarixdimi o'tgan. Aşıqlar mangdamda bir ko'chalarda yurgan. Aşıqlar o'z hikoyalarini yozishayotgan. Undaqda men qandoq aşiq? Men qandoq savdo? Bir kuni qizingni quchoqlab turgan suratini ko'rib qoldim. Yenimda boshqa biri kulib turardi. Yuragimga sanjilgan narsaning ochiq yoki xanjarligini bilmayman. Ammo qabul qilayotganimga hayron edim. Barliq seg'inishlarimni qaysi usulda qabul qilayotgandim? Qaysi usulda yanasini seg'inayotgandim? Bir jup kumush uzuk setib olib, bir tilini barmoqimga sep qo'yganimda viliqqida kulib ketgan edim. Yuragimda tiklangan obrazingni qaysi usulda qo'mirib tashlading? Qaysi usulda yo'q qilding, bilamsan? Mo'ramga beshingni qo'yib o'ltirishga ajabmi amroq eding. Chachlaringdan kelayotgan atir supunning hidi tiniqlarimni kuydirib tashlaydi. Ashu yumshoq qo'llaringni changida tutib, uzun yo'llarda piyoda mang'atdiq. Men bu muhabbatni, bu baxtni mangulik deb bilatdim. Muhabbat qasri tikilgan bu oshiqligimdan mast bo'latdim. Ey Binava, dilimni yoriq qilgan, bag'rimni qon etgan holatingni unutib ketamaydiganimni bilamsan. Boshqa birga tavallikingni bilib turib, yana seni aslab kelayotganimni bilamsan. 5 yillik hayotimizning har bir kunlari, har bir daqiqalarini seg'inganligimni bilamsan. Pologa amriqligingni, kovapidiga amriqligingni, kitob o'qishga amriqligingni, oq ko'nglimni pokiz yuyib berganligingni yana qaysi usulda unutiy oladigandim? Qandoq unutishim kerak? Sen bo'lsangmi baxtli bo'l dedim. Yuragim tilinganda shundoq dedim. Nima degan oson gap bu?
Baxtli bo'ling deb keyniga qayrilib ketadiganlar qanday odamlar bo'g'iydi. Nima desi desin? Nimishqa baxtli bo'l deydiganda? Zadil ideyamdan o'tmaydi. Chunki uning qaysi usulda baxtli bo'ldiganligini asla bilmay qangarab, bir to'qa hasratga patadiganligini u bilmaydiganda. Ammo sen baxtli bo'lding. Bir qizning onasi bo'lding. Baxt seni mast qilganda men barliq jarohatlarimni ko'tarib hayotga kulimsirab beqishni o'rgandim. Yashash oson bo'lishi mumkin. Lekin qanday yashash bir jarayon bo'lsa kerak. Qaysi usulda yashayotganligimni sen tasavvur qilolmayotgan kechalarda pinhonman. Sen yo'q kechalarda g'amkinman. Sensiz bu yillarda judolik haqida nurg'un hikoyalarni yozganman. Hech qisi yo'q deyishni o'rgandim. Baxtli bo'pti deyishni o'rgandim. Seg'inayotganimni yo'shirishni ham o'rgandim. Sirtda yomg'ir yog'ayotdi. Yomg'irli ko'chalarda ketib berib, kunlik tutishni yoqtirmaydiganligini yodimga yetdi. Yomg'irning hidiga amirxliqingni yodimga olganda, ichimni ochiq qilgan qismatga umid bilan beqishni o'rgandim. Amanmi sen deb so'rab boqmaydiganligingni bilmayman. Ammo qaysi usulda aman ekanligimni bilmaydiganingni bilaman. Ey binava. Qushlar kelmaydigan tunlarda men yo'q. Ammo qushlar qo'ngan tallarda men bor. Kuylar o'chgan bog'larda men yo'q. Ammo chechak ochgan yillarda men. Uzun hikoyalarda men yo'q. Ammo seg'inish, hijron, biroq qiynalish arsida men bor. Xayr. Endi qismatlarning daftari yepilsin. Sen bo'lsangmi baxtli bo'l.